tashlab qolsinlar. Uning uyon O'zbekiston darajada tinch bo'lsin. Yaxshi kunlar to'lab olsin. O'zbekiston uchun bir qasak chaqib qo'yamiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Sana Baxtir akanim, ajoyib do'stlaridan, qadrdonlaridan, Hoji ota, marhamat, Haydar aka davridan tabrik so'z sizga. Avvalom yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musafo bo'lsin, har bir xonadonlarimizga baxt, omad, quvonchli kunlar nasib eylesin. Shu jumladan bu hurmat qo'yganni oilamiz ham mustahkam oiladan bo'lsin. Endi qishida xalqni barchani quvontiradigan, kunlarni quvontiradigan oila bo'lsin. Yana so'rab qolamizki, nasib bo'lsa ular solih farzandlar ko'rib, hammamizga ko'zini quvontirib, biz do'stlari, do'stimlar ana shu quvonchli kunlariga, to'ylar, xushchaqchaq kunlariga kelib ishtirok etib, uni o'g'illari, qizlari, shaxsan Mustafa ular bilan bir qulayliklar ishga Allohdan so'rab qolaman. Mustafa shunday farzandlar o'stirib, aqlli, xalqparvar, vatanparvar, ajoyib o'g'illarni, qizlarni o'stirib, mana shunday kunlarni nasib etishganimiz uchun, shularga bosh bo'lib yurganimiz uchun sizga katta minnatdorchilik bildiraman. Va umid so'raymanki, Allohdan iloyim shularni boshiga doimo sog'-salomat bo'ling. Nasihat bo'ling. Xudoyim sizga uzoq umr bersin. Mana bu farzandlarni huzur halovatini ko'rib, chiroyli kunlarni ko'ring. Yana bir yangi oilani tabriklayman. Ularga sog'lik, omonlik tilayman. Oilalar mustahkam bo'lsin, solih farzandlar ko'rib, nasib bo'lsa hamma yer hechni ko'zini to'ldirsin. Mana bir ajoyib maslahatdoshlari, mahalla raisi ham juda yaxshi suhbatlar qurdilar. Umid uzoq bo'lsin. Doimo hozirgilar xalqimizni ardog'ida bo'ling. Doimo shunaqa chiroyli to'ylarda suhbatlarni qurib, yaxshi nasihatlar bering. Hammalaringizga katta rahmat. Siz Navoiy shahrimizga Navoiyga mehmon bo'lib o'ringlar. O'tganlarda kiringlar. Sizga suhbat qilamiz, didorlarimiz uzoqlashtirib. Katta rahmat so'zga.